Qadimgi Xorazm jamiyati haqida fikr yuritganda, bu o'lka tarixi bo'yicha jiddiy tadqiqotlar qilgan olimlar va mutaxassislar asarlariga murojaat qilish mumkin. Ularning izlanishlari natijasida aniqlangan ma'lumotlar va mulohazalarni keltirib o'tishimiz to'g'ri bo'ladi. Miloddan avvalgi davrlarda, antik davrda va ilk o'rta asrlarda Xorazm hududida o'ziga xos sivilizatsiya taraqqiy etgan. Ko'plab tadqiqotchilarning ma'lum qilishicha, bu hudud aholisi kosmopolitan bo'lgan. Bu jihat barcha rivojlangan jamiyatlarda kuzatiladigan xususiyat hisoblanadi. Xorazm aholisi turli etnik guruhlarga mansub bo'lgan. Shunga qaramasdan barcha davrlarda bag'rikenglik tamoyillari asosida hayot kechirganlar. Etnik guruhlar, elatlar yoki millatlar hech bir davrda bir-biridan ajratilmagan. Ularning kelib chiqishi emas, shu jamiyat vakili ekanligi muhim hisoblangan. Jamiyatda barcha insonlar kelib chiqishidan qat'iy nazar, Xorazm madaniyatiga singishib, uyg'unlikda yashagan. Bunday uyg'unlikning shakllanishi jamiyatning rivojiga jiddiy ta'sir qilgan. Taraqqiyotga salbiy ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha illatlar yoki sun'iy to'siqlar o'z-o'zidan bartaraf bo'lgan. Natijada esa Xorazmda kuchli sivilizatsiya bir necha ming yillar davomida mavjud bo'lgan. Qadimgi Xorazmda kosmopolitan jamiyatning shakllanishi bir necha omillar bilan bog'liq. Ularning eng asosiylarini sanab o'tishimiz mumkin. Birinchidan, Xorazm Turon past tekisligining markazida joylashganligi sababli dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchilik uchun juda qulay hudud hisoblangan. Bu esa o'z navbatida shimolda, janubda, sharqda va g'arbda yashovchi xalqlarni o'ziga jalb qilgan. Asrlar davomida kuchli migratsion ko'chishlar sodir bo'lgan. Ikkinchidan, Xorazm ko'p ming yillar davomida katta karvon yo'llari o'tgan nuqtada joylashgan. Savdo karvonlarining turli hududlardan doimiy kirib kelishi bu hudud etnogeneziga ta'sir qilgan. Ba'zi davrlarda savdo karvonlari bilan turli entik kelib chiqishga ega qullar ham olib kelingan. Uchinchidan, Xorazm butun tarix davomida ilm-ma'rifat o'chog'i bo'la olgan. Bu o'lka hamma davrlarda barcha sohalar bo'yicha ilm ahlini o'ziga tortgan. Dunyoviy va diniy ilmlarning rivojlanishi muntazam ravishda davlat darajasida qo'llab-quvvatlangan. Natijada atrofdagi hududlardan ko'chib kelgan yuz minglab insonlar Xorazm jamiyatiga qo'shilgan. To'rtinchidan, Xorazm tarixidagi yirik istilolar tufayli ham xalqlarning kirib kelishi yoki asir qilib olib ketilishi hudud aholisi tarkibini o'zgartirgan. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, jahon tarixida o'z o'rniga ega bo'lgan qadimgi Xorazm jamiyatida insonlar bag'rikenglik va uyg'unlikda yashaganliklari uchun ham betakror tamaddun yarata olganlar.